Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü anlatışımızda hazır başlayımız. Washington'da sözlerimizle şiari Sıdık Hacı Rozi. Evet, o gün yani yağmur yağıdıken de anladım, şunu tayyarlanan bir ciddi haberlerim vardı. Vatandaşlarım yetkizey deyip çıktı. Beni köçürenlerim yetik vatandaşları. Mavzumundaq. Prezident Trump tarix seliştirganda Çavuşenni en zor kölemde embargo yürgüzüp, Çavuşen'e en zor kölemde embargo yürgüzüp cezalaydıqanlığını jakardı. Mavzulu haber 2. ayının 23. günü Vanvetor beti ilan kılındı. Haber bundak başladı. Prezident Trump Çavuşen'e en zor kölemde embargo yürgüzüqanlığını jakardı. Embargo 56 şirketge ve şahsilerge berip çetildi. Reuters 23. günü tez haber kılıp mındak görsetdi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump mındak görsetdi. Amerika Çavuşen'e qartilgan tarixdan beriki en zor kölemlik embargo siyasetini ilan kıldı. Onundan başka Amerika'nın simliq televiziyasi axbarat doğru haber kılıp mındak görsetdi. Yeni embargo qilish planı tez bolganda 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Maliya Ministerligi tarafidan e'lon qilindi. Şu günü Amerika hökumetining bir neçe nafar kechiringlar amaldorlar matbuotga mundaq ko'rsatdi. Bu qatam 27 tane transport parxodi ve savdo şirketi 28 tane yani şundaq parxod ve bir nafar şahs embargo qilishga uchraydi. Tayvan Merkez Agentligining muxbiri Zhang Jingi 23. günü Washingtondan bergan telegrammasida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning qizi Ivanka xonim vakillar o'mikini boshlab Koreyaga berib Olimpik musobaqasining yepilish murosimiga qatnashadigan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bugun Çavuşenni zor ko'lamda embargo qilishni va tizimlikni e'lon qildi. Jami 56 shirkat, parxod va shaxslar tizimlikka kirgizildi. Tizimlikda Jungo, Tayvan, Shangang hamda Singapur qatorliq davlatlar va rayonlar tizimlikdan o'rin oldi. Prezident Trump bugün konservatif siyasi faaliyetçiler yığınıga qatnashishdan burun matbuotga mundaq ko'rsatdi. Tarixdan birki eng zor embargo yurgizib Çavuşenni jazolaymiz. Parxod ve kema şirketleri, savdo şirketleri ve shaxsiylar embargo yurgizish qatoriga kirgizildi. Nopuzluq Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Bu qatam en zor ko'lamda embargo yurgizish Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Komitetining qarorini ijro qilish, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un xalqaro jamiyatning bexatarligi tahdid silibla qolmasdan ham kishilik huquqqa xiloflik qildi. Bu embargo orqali Çavuşenni yadrosizlashtirishni umid qilamiz. Prezident Trump Amerika Jungo'nun yana davamlı hayan elişiği yol koymaydı. Dep ko'rsatdi mavzuli haber 2. ayının 24. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump yana bir qatam Amerikaning Jungo'ga savdo harakati qo'llanadiganligidan signal tarqatdi. Haftanın 5. günü Washington şehri sirtida o'tkazilgan Amerika konservatif siyasi faaliyetçiler qurultayga qatnashganda nutq so'zlab Prezident Trump nutqida mundaq ko'rsatdi. Amerikaning iqtisodga taslim bo'ladigan davri allaqachon oxirlashdi. Amerikaning iqtisodga taslim bo'ladigan davri allaqachon oxirlashdi. Yani bir dibiti vatandaşım. Amerika'nın iqtisodga taslim bo'ladigan davri allaqachon oxirlashdi. Amerika hamda boshqa davlatlarning Amerikani qahti so'xti qilishiga, ya'ni Amerikadan hayon elishiga yo'l qo'ymaydi.
Amerika bilen başka devletler o'ttirisindagi savdo qizil raqam o'tgan yili 500 milliard 660 milyon dollarga yetdi. Bunun içinde Amerika bilen Jungo savdosida qizil raqam 270 milyard 580 milyon dollarga yetib, tarix bo'yicha eng zo'r rekord yaratdi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men bizning burunqi Amerika hukumatlarining nimishqi bunday ahvolga qarta harakat qo'llanmaganligini tushunmadim. Men endi bunday ahvolning davomli shunday yuz berishiga yo'l qo'ymayman. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men rais Xi Jinpingni intayin yaxshi hurmat qilaman. Ammo biz qilishga majbur bo'lgan ishimizni cho'qim qilishimiz kerak. Ammo biz qilishga majbur bo'lgan ishimizni cho'qim qilishimiz kerak. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Men rais Xi Jinpingni intayin yaxshi hurmat qilaman. Ammo biz qilishga majbur bo'lgan ishimizni cho'qim qilishimiz kerak. Yaşa Prezident Trump efendi.